Bemorlarda tromboz 3 ta turi bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi darajali tromboz. Shu darajada katta chiqib ketadi. Teri ostidagi vena qon tomirlari juda ham qon to'planib, quyilib qolishi natijasida tashqi gemoroid tugallari yallig'lanib ketadi. Bu ko'pincha endi tuqqan ayollarda juda ham kuchli kuchanish natijasida tug'adigan ayollarda bo'lishi mumkin yoki og'ir ish qiladiganlar, ichi qotib qolganlarda yoki birdaniga og'ir yukni ko'tarishadi, boshqa qiladi, o'sha yerga juda kuchli nagruska bo'lishi natijasida paydo bo'ladi. Uni ham biz harakat qilamiz, tushuntiramiz bemorlarga birinchi 10 kunlikda yallig'lanishga qarshi davolar qilib, lecheniyalar qilib, bemorning qonini suyultirib, gemoroid tuguni haddan tashqari katta bo'lib ketadi-da. Uni ertaga agar tikaman desangiz juda katta to'qima olishingiz kerak, juda ko'p chok tushishi mumkin, bemorga operatsiyadan keyin og'riqlar bo'lishi mumkin, operatsiyadan keyin juda ko'p tikilishi natijasida torayishlar bo'lishi mumkin. O'shani oldini olish maqsadida bemorlarga tushuntiramiz. Vaqtida to'g'ri konservativ lecheniya qilib, kasallikni so'ndirib, gemoroid tugullarini kichraytirib, keyin operativ davo qilsa, unda nur ustiga alo nur bo'ladi. Homilador ayollarimizda shunchalik tuqqandan keyin kuchli og'riq bo'ladi, hamma narsaga rozi bo'ladi bemor. Homiladorlik o'zi bu ikkita insonga, ayol kishi ikkita inson uchun yashaydi, o'zi uchun ham bolasi uchun. Hamma mikroelementlar yetishmaydigan payti, boshqa tuqqandan keyingi davr ham immuniteti tushgan davr, boshqa davrda unda ko'pchilik hamma narsaga rozi bo'ladi. O'shanda biz tavsiya beramizki, hozirgi davrda operatsiya qildirmang. O'zingizga kelib oling. Mahalliy lecheniyalar qilib, gemoroid tugullari joyiga qaytib ketadi. Tuzaladi, bemorlarimiz juda yengil bo'ladi. Lekin o'sha etapdan o'tguncha og'riq kuchli bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ko'p joyda shu kasallar homiladorlikdan qutulgan ayollar, endi tuqqan ayollar operatsiya qildirib yuborishadi-da. Operatsiyadan keyingi davr ham bu og'riq bo'lmaydi degan emas. O'sha og'riq yana 2 hafta, 3 haftaga davom etadi. Undan ko'ra o'sha og'riqqa chidab turib, operatsiya qildirmasdan, shoshilmasdan lecheniya qilib, kasallikni so'ndirib, boshqa qilib, bolani sal qo'lga olib, katta qilib, bu yoqda bola. Masalanda, bu yoqda qaynona qaynotani uyiga boradi, tim bo'li, yana operatsiya, bu narsalar juda katta, hamma stress birga kelib qoladi. Shuning uchun tuqqan ayollarga ham juda ham qiyin, mana shu tromboz bo'ladigan kasallarga qiyin. Shuning uchun uni ham ko'rib, o'z vaqtida murojaat qilib, lecheniyalar to'g'ri olib borilsa, keyin gemoroid tugullarni kichraytirib operatsiya qilinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. So'zimda oxirida nima demoqchiman? Tavsiyamiz o'z vaqtida murojaat qilib, to'g'ri lecheniya qilinsa, lecheniyadan keyingi davrda ham yoki bo'lmasa operatsiya bo'lgan taqdirda operatsiyadan keyingi davrda ham o'sha operatsiyadan keyingi davrlar silliq o'tadi. Yengil o'tadi. Bemorlar unaqa qiynalmaydi. Shuning uchun tavsiya qilamiz, agar hamma bemorlarimiz o'z vaqtida murojaat qilib, har doim har bitta video chiqarganda aytaman, bu menga murojaat qilish shart emas. Luboy o'zini viloyatida bo'ladimi, boshqada bo'ladimi, mutaxassisga o'z vaqtida murojaat qilsin. To'g'ri lecheniyalar qilinsin, operatsiyasi vaqtida qilinsin. O'shandagina to'g'ri bo'ladi.